sport bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi. Men bitta narsaga ko'p ahamiyat beraman. Mana biznesmenlar, mamlakatimizning ko'zga ko'ringan biznesmenlari bilan suhbat qilinsa yoki ularning ijtimoiy tarmog'ini kuzatilsa, albatta sport zalida bo'ladi ular. Sportning u yoki bu turi bilan shug'ullanishadi. Ularda vaholanki vaqt kamroq, oddiy ertalab ishga borib keladigan odamlarga qaraganda, lekin ular imkonini qilishadi. Xohlagan odamda imkonlar bo'ladi va men bilamanki, sport bilan shug'ullangan odamda energiya boshqacharoq bo'ladi. Lekin sizda ham baribir jarohatlar bo'lishi mumkin, pauzalar bo'lib qoladi. Odamni ichida bari dangasalik borda. Shunda energiya yo'qotilishi bor narsami? Bor. Sezasizmi buni? O'zi energiyani to'g'ri yo'lga sarflashni bilish kerak-da. Masalan, sizda har xil odam borku, inson endi asabingizni chiqarib qo'ysa, energiyangiz unga emas, kerakli narsalarga sarflasangiz yaxshi bo'ladi. Energiya ketkazish, energiya ketish bor narsa. Menda o'zimda bo'lganda. Bugungi kunda menimcha ayrim pauzalardan keyin Jasurbek asosiy energiyalarni bugungi kundagi challenge-ga baxsh etganlar va bu orqali menimcha ko'plab yoshlar, tengdoshlaringiz, balki hatto yosh kattalar ham bu jarayonda sizga qo'shilayotgan bo'lsa, ajab emas. Keling, shu haqida ham ozroq to'xtalib o'tsak. Qachon bunaqa g'oya paydo bo'ldi? Qachondan boshladingiz? Qanaqa qabul qilishdi? Adjumaniya, nimaga aynan shu? Turnik bo'lishi mumkin edi. Turnikda ham sportni ko'p yo'nalishda kontentlar qo'yganman boshida, keyin oddiyroq bo'lib qoldi. Keyin kontent davomiy bo'lsin deb 365 kunlik challenge boshlaganman. Endi ko'pchilik ham 365 ta anjimana qilish qo'ldan kelmaydi. Men shunga harakat qilib boshlaganman. Bunda ko'p negativlar bo'ldi, pozitiv, negativ fikrlar bo'ldi. Lekin bu narsani boshlashdan maqsad bolalarda o'sib kelayotgan yoshlarda ozgina sportga jalb qilishda. Hozirgi yoshlar 98-99% o'zi Instagramga bog'lanib qolganda. Keyin hozir ko'pchilik shogirdlarim ham bor. 40 yoshli aka ham bitta aka, men ham siz orqali trenirovkani boshladim. Kuniga 20 ta 25 ta anjimana qilaman dedi. O'zini gavdasiga yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. Lekin Shu 196 kungacha bir o'xshamay qolgan vaziyatlar ham bo'ldimi? Video olinadi, masalan, U jonli efirda bo'ladimi shuni? Yo'q, yozib olasiz bu. Video qilinadi. Qanchalik ishonchli deydi? Telegram kanalimda to'liq videolarni tashib boraman. Hozir 195-kun kecha bo'lgan bo'lsa, 6,5 minutda qilib bo'ldim. Tezlashtirilmagan Instagramga, tezlashtirilganni Instagramga, tezlashtirilmagan videoni, to'liq videoni Telegram kanalimga tashib boraman. Uni o'zim adinli gapirib o'taman-da. Ishonmaganlar Telegram kanalimga o'tib ko'rishadi. Jasur, birinchi 10 talik, 20 talik, 30 talik, 50 talik, qani boring 100 talik. Nisbatan sport bilan shug'ullanib yurgan yosh uchun, yosh tana uchun unchalik murakkab bo'lmasligi mumkin. Lekin 150 lardan o'tilgandan keyin odamda maxsus tayyorgarlik talab qiladi. Ya'ni yaxshi dam olish kerak bo'ladi, sifatli uyqu bo'lgan bo'lish kerak bo'ladi. Ovqatlanishni ham nazorat qilish. Bu masaladagi ishlar qanday kechyapti? Talabi uchun. Yaxshi ketyapti. Har xil bo'ladi. Endi odamda har xil vaziyat bo'ladi. Dam olmasa sal qiyinroq bo'lib qoladi. Tanani bukunsiga восстановление bo'lishi, tiklanishi qiyinroq bo'lib qoladi. Shuni aytaman-da, 196 mana oktyabrning oxirlarida mana 200 ga ham o'tib olar ekansiz. Albatta. Bu masalada hozir men Dildora, siz savol berguningizga qadar aynan shu adjumaniya bo'yicha rekordni sahifalarni menimcha topdingiz. Topdim. Nechta deb o'ylaysizlar? Siz qiziqib ko'rganmisiz rekord nechtaligiga? Adjumaniya bo'yicha? Har xil, lekin ma'lumotlar ko'p ekan. Ma'lumotlar ko'p. Lekin mana 21-asrdagisi nechta deb o'ylaysiz, taxminan? Hozir teletomoshabinlarimizga albatta ma'lumotni yetkazaman. Dildora, Bilmadim endi, Umijon, balki endi rekord darajada bo'lsa 500 tadan ko'pdir, 600 tadan. Bo'ldi, endi qilmayman. Teletomoshabinlarimiz ham erta tongdan yuragimizni siqma deyishmasin. Gap shundaki,